Shinrayda onaqa bloki bo'ladi. Hop, nejigar qo'yganda HD blok tizim bilan tushuntirib ketaman. Mana ko'ksam yashil tepidagi. Ko'ksam eshik knopka bo'ladi. Mana yashil tepidagi eshik knopkasi. Hop, keyin orqasidan ikkita blokdan sim chiqariladi. Minusi bo'yi ochib yopdi bo'ladi. Blokdan sim chiqarganimizda mana relesdan sim chiqarib oladi. Mabodo bilmaganligi. Mana shu narsa Shinray. Nejigar qo'yganda ikkita bloki bor. Avarinka ham bor bu. Mana ikkita yashil avarinkaniki bor. Mana signalizatsiya bloki, mana antenasi ham bo'ladi mana bu yerda. Mana antenasi. Mabodo bilmaganligi. Hop, eshik knopka ko'k, avarinka ikkita yashil, mana shu eshik knopkaning tepasidagi yonidagi mana yashil avarinka. Blok ichidan ikkita sim chiqarasizlar. Ochib yopdiki, sentr zamon ishlash uchun. Qolgan simlar shunda ulanib paytlamakligidan shu zavat qiladigan relay qo'yilib, skordachiga to'g'rilar. Skordachi yasalyapti. Bo'ldi, qolgan sim mana keyin bitta moy sim ham bor. Hozir moysimi mabodo bilmaganligi moysim mana generatorga. Hop, bu yerda stikeri bor, mana ko'rinib o'tgan bo'lsa. Oq qizil polasali. Olib kelib, через diod mashinaga ulab qo'ysanglar, stator umuman qo'shmaydi. Chotki zavat qiladi. Bilmaganligi mabodo yordamchiligi. Polni yangicha.